Xuddi shu videoni qidiryapsiz, to'g'rimi? Siz qaysi viloyatdansiz, qaysi tumandansiz farqi yo'q. Albatta bizga aloqaga chiqing. Xudo xolasa, mana shunday holatlarda niyat qilgan bo'lsangiz, sizga chiroyli qilib bitkazib berishga harakat qilamiz. Tandirimiz ortimizda turgan. Mangali bor. Xo'p, nabor mangal, tandiri bor. Mo'ykamiz, рабочий stol, 3 ta qozonimiz. Ustda shuncha narsani ko'rsatyapsiz, effektini ham kutyapsiz, to'g'rimi? Keling. Qarang. Mana bunda o'tin tiqasi bilan eshik kichkina narsa emas. Keyin kraskalangan. Qarang. Yaqinroq bitta ko'rsatib bering. Mana. Zo'rmi? Bomba va hali o'ta jinnisi deydi-ku. Xuddi o'shanda. Xo'p. Bunaqa pilsoslar qo'yilmaydi buning ichiga. Buni o'zi dimoxotimiz tortib ketyapti. Xo'p, endi asosiy narsalar aytamiz. Ustda xizmat haqqini bo'ladi. Xizmat haqqini ichiga nimalar kiradi? Shularni birinchi o'rinda batafsil yorishga harakat qilamiz. Hurmatli hamyurtlar, bizga telefon qilayotganda ustda deylik 1, 2, 3 ta qozonimiz va mangalimiz, рабочий stol, mo'ykamiz bor. Shuni xizmat haqqini ayting deb iloj boricha shuni so'rasalaring, maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababiki biz narx aytadigan bo'lsak, masalan bitta qozon narxini aytsak, deylik 10 so'm bo'ladigan bo'lsa, material ichidami? Yo'q, albatta material ichida bo'lmaydi. Shunchalik o't yoqib, bir dona tutun tashqari chiqarmasdan mazza qilib ishlatish uchun biz ancha mehnat qilamiz. Yo'limizdan olib kelib beradigan bo'lsak, hattoki sizdan qarzim bo'lib ketib qolamiz-da. Buni ko'pchilik kommentariyada qanaqadir tushunish mumkin. Endi hamma har xil. Shuning uchun shunga ahamiyat beramiz. Xo'p, birinchi o'rin nechta g'ish ketdi? 10 ming hisoblab qaraganimizda 1200 dona g'ish ketgan. 3 ta qozonimiz va tandirimiz, mangalimiz. Endi eng asosiysi mangal bo'yini ko'ryapsizlar. Mangal asosiy g'isht deb qo'yadi. Xo'p, ustda xizmat haqqi qana bo'ldi? Shuni ham ko'pchilik qiziqadi. Xizmat haqqini stabilni ushlab turolmaymiz. Sababi lokatsiya bor bizda. Bir kun Vodiyda bo'lsak, bir kun Samarqanddamiz, bir kun Xorazmdamiz. Shuning uchun narx-navo bir xil turmaydi. Lokatsiyaga qarab ozgina o'zgarish ehtimoli bo'ladi. Endi otganlarga narx chiqmaydi baribir. Xo'p. Endi kafelni qanaqa qilib bosyapsizlar? Qaranglar, diqqat qilinglar. Devori keramogranit, tepasi oddiy kafel bu. O'sha keramik kafel. Farqiga ham xuddi shundan bo'lgan. Mana bu narsani bekor qilsalar deyotgan obunachilarimiz ham yo'q emas-da. Buni qilganimiz sababi shundoq kelib turib, shoppa etib sabzi piyoz tashlaganingizda yog' sachiraydi-yu, bemalol artasiz. Aziz turbaga sachrab ketib qolsa, bu kir bo'lish ehtimoli juda ham katta. Xo'p, endi mana ko'ryapsizlar, o't yoqishni ham ko'pchilik bilmas ekan. O't yoqyapsiz-a? Bemalol tutuni kirib ketyapti, to'g'rimi? Mana qarang. Mana. Endi o'tni marta yoqmaysiz-ku. Xo'p. Shundoqqina yopganingizdan keyin pastini ochib qo'ysangiz, voh, bunga qarang. Juda ham chiroyli narsa bo'ladi. Xo'p, xudo xolasa, ishimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, YouTube kanalimiz yangi, rivoji uchun like bosib qo'ysangiz, xursand bo'lamiz. Iloji bo'lsa obuna ham bo'lib qo'ying. Tanish bilishlarga, o'choq qozon qizdirtiraman deganlarga shu videoni tashlab qo'ysangiz, ular ham xursand bo'lib, videodan bahramand bo'lishadi. Xudo xolasa, keyingi manzilimiz sizniki bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.